Chin Tömür Batur. Qadimki zamonda ili iqlimida cho'ng bir podshoh o'tgan ekan. U podshohning ikki xotini bo'lsa-mu, ammo farzandi bo'lmag'achqa ko'ngli beorom ekan. U xo'piliqni besish maqsadida har doim shikarga chiqib, tomosha qilishni yaxshi ko'rdi ekan. Ay, kunlar o'tib, podshohning kichik xotini homildor bo'pti. Buni anglagan podshoh shikarga texmi omroq bo'lib ketibdi. Bir kuni podshoh vazirlari bilan shikarga chiqib ketganda, kichik xotini bir o'g'il tug'ibdi. Biroq podshohning cho'ng xotini ichi torliq qilib, bolani ko'lga tashlab etib, o'rniga itning kuchugini aklab qo'yibdi. Podshoh shikardan yenib kelganda, cho'ng xotini oldiga chiqib: "Ey podshohim, kichik xotinlari kuchuk tug'di" deb xabar qildi. Darg'azab bo'lgan podshoh kichik xotinini o'ldirmoqchi bo'ldi. Shu chaqda cho'ng xotini hiylagarlik bilan: "Alilari o'ldirmisizlar? Podshohi olam, bu navbat men bir qo'shiqni tilib olay" deb yolg'irgan bo'pti. Shuning bilan podshoh kichik xotinini bir qitimga omon qoldiribdi. Oradan yana bir qancha vaqt o'tibdi. Podshohning kichik xotini yana homildor bo'ldi. Podshoh yana burunqi odati bo'yicha shikarga chiqib ketgan ekan. Bu qitim kichik xotini qiz tug'ibdi. Cho'ng xotini bu qizni ko'lga tashlab etib, o'rniga bir oslonni aklab qo'yibdi. Podshoh shikardan qaytib kelganda, cho'ng xotini podshohning oldiga oslonni ko'tarib chiqib: "Ey podshohi olam, bu qitim kichik xotinlari mushuk tug'di. Yurt ichida yuzimizni yer qilib etdi. Bu nima degan rasvochilik, voy onamay" deb yolg'ondan yig'lab, o'rnini beshiga kiyibdi. Ochiqlangan podshoh kichik xotiniga og'ir jazo berishni buyurdi. Endi gapni bolalarning ahvolidan anglaydi. Cho'ng xotini ko'lga tashlab etgan heliqi bolalarni biri eyiq suvdan chiqib, jangalga elib ketib yiqibdi. Bolalar o'sib cho'ng bo'ldi. Ahliga kelganda ular bir-biriga ot qo'yishyapti. O'g'ilning eti Chin Tömür, qizning eti Maxtumsula bo'pti. Bu bolalar sahroning sop havosida sog'lom, kuchlik ham bak chiroyli bo'lib o'sibdi. Keyincha ular eyiqdan ayrilib, jangalning bir chetiga uy yasab, shu uyda yashashga boshlabdi. Chin Tömür Batur kichik chig'idila ov qilishni o'rgangashga, turli jon-jonivorlarni tutadigan ajoyib Batur yigitga aylanibdi. U har qitim ovga chiqqanda 7 kun ovlaydi ekan. Misron qilichi belidan, olg'ur burkuti qo'lidan, arg'amoq eti ostidan, kop-kop kuchki yenidan ayrilmaydi ekan. Kunlarning birida Chin Tömür Batur ovga chiqib ketib etib, singlisi Maxtumsulaga mundoq debdi: "Singlim Maxtumsula, men ovdan qaytib kelguncha o'giziga chiqma. O'tni o'chirma, suvni ko'chirma, to'xoni taq dema, mushukni pash dema. O't o'chib qolsa, tutun chiqqan yoqqa o't so'rab ketib qolma." Shu gaplardan keyin Chin Tömür Batur misron qilichini esib, arg'amoq etiga minib, kop-kop kuchukini agashtirib, olg'ur burkutini qo'liga qo'ndirib, ovga minibdi.
aradan 1-2 kun o'tgandan keyin Maxtumsula yolg'izlikda zerikib, o'gziga chiqib, beshini tarab o'ltiribdi. Mushuk bilan to'xosimi uni agishib o'gziga chiqibdi. Mushuk miyovlab, to'xosi qaqoqlab Maxtumsulaning ichini pushiribdi. Maxtumsula mushukini pash, to'xosini tog' deb qo'g'labdi. Mushuki bilan to'xosi o'gzidan tushib, uyga kiribdi. Mushuk o'choq yeniga kelib, cho'gunni o'rib etibdi. To'xo kulni tatilabdi. Shuning bilan o'choqning o'ti o'chibdi. Maxtumsula uyga kirib, o'tning o'chib qolganligini ko'ribdi. Nihoyatda qayg'urib, yana o'gziga chiqib, "Endi qanday qilaman?" deb yig'lab o'ltirsa, o'ng tarafida itning ovozi anglanibdi. Sol tarafida tutun ko'rinibdi. Maxtumsula o't tepish qayg'usiga tushibdi. "Nima bo'lsa bo'lsin, peshonamdan ko'ray" deb chiqqan tarafga qarab minibdi. Uzun mang'andan keyin mo'risidan chiqayotgan bir eski tam uyga yetib kelibdi. Qarg'udak bo'lsa, uy ichida bir mo'may o'ltirg'idek. Maxtumsula "Assalom" deb uning qishig'iga kiribdi. Mo'may uningdan kimligini, uning nima uchun kelganligini so'rabdi. Maxtumsula hammani bir-birlab aytib beribdi. Mo'may Maxtumsulaning ikki qo'liga kul bilan terix selib beribdi va bir tal tezakni tutashtirib, uni yog'ochga sanjib, og'ziga tishlatib qo'yibdi. Ondan Maxtumsulaga "Ikki qo'lingdagi gul bilan terixni uyingga bog'ichi chechib bog'in, orqangga qaramag'in" debdi. Maxtumsula Mo'mayning deganini qildi. Shuningdan keyin Mo'mayning uyidan Maxtumsulaning uyigacha yeliqi terixlar unib, belgi bo'lib qopti. U Mo'may aslida 7 boshliq yalmavuz ekan. Maxtumsula uni bilmabdi. Maxtumsula o'tni elib kelib, darrov o't yiqib, bir qozon go'sht pishirishga boshlabdi. Kun o'ltirib, qorong'i tushib, kash kirishi bilan heliqi 7 boshliq yalmavuz Mo'may ishga kelib, "Chintimir Batur, uyida bormi? Arg'umoq eti, eg'ilda bormi? Misran qilichi, qo'ziqda bormi? Olg'ir burkutdi, o'rnida bormi? Kap-kap kuchiki, ishikda bormi?" deb so'rabdi. Maxtumsula Mo'mayning ovozini anglab, uydan chiqmay turib, "Chintimir Batur, uyida yo'qdir. Arg'umoq eti, eg'ilda yo'qdir. Misran qilichi, qo'ziqda yo'qdir. Olg'ir burkutdi, o'rnida yo'qdir. Kap-kap kuchiki, ishikda yo'qdir" deb javob beribdi. Shundan keyin Mo'may 7 boshliq yalmavuz surtida uyga kirib, avval qozondagi go'shtning hammasini yebdi. Ondan Maxtumsulaning uzun chechidan to'risqa esib qo'yib, topanini teshib, qiynini sho'rabdi. Ketar chig'ida Maxtumsulaga "Mening bu yerga kelganligimni hech kimga aytma. Agar aytadigan bo'lsang, meningdan zot qutulolmaysan" deb popoza qildi. Maxtumsula qo'rqqanidan hech nima deyanmabdi. Aksi Chin To'mirning kelishini 4 ko'zi bilan kutibdi. Atsi kun kash bo'lishi bilan heliqi yalmavuz Mo'may yana kelibdi. Uyda bor narsalarni yeb bo'lib, ilgirkidek Maxtumsulaning qiynini sho'rabdi. Bir necha kun shu xilda davomlashibdi.
mangzi anardek, o'sni guldek maxtumsila kundan kuniga mag'dursizlanib, zaprangdek sarg'ayib ketibdi. 7-chi kuni Chintemir Botir o'dan qaytib kelib, singlisini ko'rish bilan hayron bo'libdi. Ko'ngliga gumon to'libdi. Chunki singlisi Maxtumsula 1 yil kasal bo'lgan odamdek sarg'ayib ketgan ekan. Hey Maxtumsula, 7 kunning ichida shuncha o'riqlab, sarg'ayib, holingdan ketibsan. Nima bo'ldi? Kimdan sana azor yetdi? deb so'rabdi Chintemir Botir. Maxtumsula yig'lab turib, Yalmavuz mo'mayning qilgan atganlarini bir-birlab aksiga bayon qilibdi. Buni anglagan Chintemir Botir nihoyatda g'azablanib, agar men shu 7 boshliq Yalmavuzni o'ltirmasam, Chintemir Botir bo'lmay ketay, deb qasam ichibdi va Maxtumsulaga qarab, hey singlim, mening kelganligimni hech kishi bilmasin. Men ishikning kayniga o'rkolab mo'kib yotaman. Agar Yalmavuz kelib meni so'rasa, kundikidek kammidi deb javob bergin, debdi. Ondan itiga, burkutiga va kuchugiga qarab, hey vafodor jonivorlarim, agar Yalmavuz mo'may kelsa, ön chiqamanglar. Bir amal qilib uni qo'lga tushiraylik, debdi. Bu jonivorlar Chintemir Botirning gapini uqdi ekan. Shunda qilib Chintemir Botir maydasiga 7 qat savutni tengib, beshiga do'pulg'i kiyib, misran qilichini tutib, o'rida mo'kinib yetibdi. Bir kamdan keyin Yalmavuz mo'may kelib, eshikning oldida to'xtabdi. Uning yuragi dupildab, badani shirkinib ketibdi. U Begin Chintemir Botir kelgan o'xshaydi. Qaytib ketmasam bo'lmas, deb yenibdi. Lekin nafsi qaytib ketishga qo'ymabdi. Mo'may Chintemir Botirning kelgan kamiganligini bir so'rab ko'ray. Agar kelgan bo'lsa, qaytib ketay. Kelmagan bo'lsa, u vaqtda mening baxtim deb o'ylab, ishga yaqin kelib, Chintemir Botir uyida bormi? Arg'umoq etdi, eg'ilda bormi? Misran qilichi, qo'ziqda bormi? Olg'ir burkiti o'rnida bormi? Qap-qap kuchukki ishikda bormi? deb so'rabdi. Maxtumsula javob qaytirib, Chintemir Botir uyida yo'qdir. Arg'umoq etdi, eg'ilda yo'qdir. Misran qilichi, qo'ziqda yo'qdir. Olg'ir burkiti o'rnida yo'qdir. Qap-qap kuchukki ishikda yo'qdir, debdi. Mo'mayning yuragi to'xtab, 7 beshining har biridan turlik sadolarni chiqarib, havo guldirilgandek kirib ketdi. Lekin ishkiriki uyga kirmay, hey Maxtumsula, akang Chintemir Botir kelgan o'xshaydi. Uyingda odamning purqi bog'u, debdi. Maxtumsula temkinlik bilan, akam texi kammidi. Agar kelgan bo'lsa, arg'umoq eti eg'ilda, misran qilichi qo'ziqda, olg'ir burkiti o'rnida, qap-qap kuchki ishikda bo'lmasmidi? debdi. Sen yolg'on aytsan. Chintemir Botir aniq kelgan o'xshaydi. Odam purqi kelib turdi. U yushunlagan o'xshaydi, debdi Yalmavuz mo'may. Bugun akamning ko'ynak
tambilini yuyib, suyini uyga tökkan edim. Shuning purqi bo'lsa kerak. Debdi Maxtumsula. Bu so'zni anglab, Yalmavuz mo'may ishkirga uyga kiribdi. Odati bo'yicha Maxtumsulani uzun chechidan to'risga esib, amdili qenini sho'ray deb turishiga Chintemir Botir chiqib, Misran qilichi bilan bir urgan ekan, Yalmavuz mo'mayning bir beshi uzilib tushibdi. Yalmavuz mo'may debdi-da Chintemir Botirga qarab. Bir beshimni oldim. Qolgan oldi beshimga qanday javob berasan? deb qahri bilan elishishga kirishibdi. Elishish bir kech kunduz bo'pti. Chintemir Botir yana bir beshini chepib tushiribdi. Yalmavuz mo'may uydan qechib chiqishining ilojisini topolmay, Chintemir Botirga yana esilibdi. Yana bir kech kunduz elishibdi. Chintemir Botir bu qitim Yalmavuz mo'mayning yana bir beshini chepib tushiribdi. 3 beshidan ayrilgan Yalmavuz texmo g'azab bilan tutishibdi. Chintemir Botir uning yana bir beshini urib tushiribdi. Yalmavuz mo'may u yoqdan bu yoqqa qechishga boshlabdi. Chintemir Botir uning 5-beshini kesib tushiribdi. Yalmavuz mo'may mag'dursizlanib, ko'zlari piyoladek bo'pti. Eshikdan qechib chiqay desa, Maxtumsula qilich bilan chepib chiqamabdi. Oxiri Chintemir Botir Yalmavuz mo'mayning 6-beshini chepib, birli beshi qapti. U amalsizlikdan qo'yinga aylanibdi-da, uyning tungligidan chiqib ketib edi. Ey Maxtumsula! Xat to'xtab tur. Xat to'xtab tur. deb badar qechibdi. Chintemir Botir arg'amoq etig'i minib, bir beshi qolgan Yalmavuz mo'mayning orqasidan qo'g'labdi. Maxtumsula bog'liqlik kap-kap kuchkini qo'yib etibdi. Chintemir Botir Yalmavuz mo'mayga yetishibdi. Yalmavuz mo'may noiloj Chintemir Botirga esilibdi. Ular kash kirguchi elishibdi. Ongacha Chintemir Botirning kap-kap kuchiga yetib kelib, Yalmavuz mo'mayning paqolchikidan tishlab tortibdi. Bir ozdan keyin Yalmavuz mo'may holsizlanib yiqilibdi. Kap-kap kuchki uni talab o'ltiribdi. Chintemir Botir Yalmavuz mo'mayning 7-beshini elib, uyga xushal qaytibdi. Shunda qilib, ular yana bir necha vaqt xushal-xuram o'tibdi. Maxtumsulaning rangi-ro'yi asta-asta o'nglanib, avvalgi holatiga keldi. U oy yuzlik, xumar ko'zlik, shirin so'zlik, sumbul chashliq, qora qoshliq, nozik badan bir go'zal bo'ptiki, uni ko'rgan har qanday kishi aqli ho'shini bilmay qoladi ekan. Kunlardan bir kuni Chintemir Botir zerikib, yana o'g'i chiqmoqchi bo'ldi va Maxtumsulaga: "Ey singlim, men yana o'g'i chiqaman. Sen hargiz uydan talog'i chiqmag'in. Suv bo'yida o'ltirib, beshingni taramag'in" debdi. Chintemir Botir singlisi bilan xo'shlashib, o'g'i chiqib ketibdi. Maxtumsula akasining nasihatini yodida tutib, bir necha kungacha uydan talog'i chiqmabdi. Lekin kunlar o'tgan sari zerikibdi. Oqibat talog'i chiqib, eshik oldidagi eriqning bo'yida suzuk suvning eqishiga qiziqib, chechini tarashqa boshlabdi. Uning uzun, sumbul chochlaridan bir necha teli suvga tushib ketibdi. Bu chochlar eqib berib, Sanju podshohining o'g'li O'zmuh navkarlari bilan ko'lning bo'yida o'ltirgan ekan. Shahzoda O'zmuh ko'l bo'yiga kelib, bosh ko'zini yuvib olsa, uning qo'liga heliqi chochlar ilinib chiqibdi.
bu chashlarning uzun va sumbulliqi shahzodani hayron qoldiribdi. Ozmuq nökerlerdi. Bu nima degan uzun chash? Kimning chechi? deb so'rabdi. Nökerlar: "Ey shahzodam, bu ili iqlimining güzeli Maxtum Sulaning chechiga o'xshaydi. Uning Chin Temur Batur degan akisi bor. Uningga teng keladigan texi chiqqani yo'q" deb javob beribdi. Ozmuq Maxtum Sulani ko'may turibla uningga oshiq bo'lib vasvasiga tushibdi. Darhol qo'l ostidagi baglarini yig'ib maslahat oldi. Nurg'un lashkar to'plab Maxtum Sulani elib qaytish uchun yo'lga ravon bo'ldi. Ular bir necha kunlardan keyin Chin Temur Botirning uyiga yetib kelib, atrofni qorshib oldi. Maxtum Sula bularga qarshilik ko'rsatib, o'giziga chiqib mundoq debdi: "Hay, lashkarlar! Bu nima degan uyatsizlik? Yolg'iz bir ojiz qizga shuncha lashkarlarning kelishi nomardlik. Akam Chin Temur Botir kelsa, qanday javob bersizlar?" Ozmuq Maxtum Sulani ko'rib, o'tdek kuyib, mundoq debdi: "Ay Maxtum Sula, o'zingni menga qabul qilsang qil. Bo'lmasa, seni zo'rlik bilan olaman." Maxtum Sula bu gaplarni anglab, g'azab bilan yerga tushibdi. Akisi Chin Temur Botir o'g'i ketishning oldida navoda beshinga kun tushsa, bu qushni qo'yib etgan. Men qayerda bo'lsam, shu yerga xabar yetkazadi deb topilib, olg'ir burkutini qo'yib ketgan ekan. Maxtum Sula cho'milida qo'rshab kelayotgan lashkarlarni ko'rib, qushni qo'yib etibdi. O'zi qilishni qo'liga elib, bulongchilar bilan urushibdi. Ularning nurg'un lashkarlarini yo'qotibdi. Ongacha Chin Temur Botir xabar tepib yetib ketdi. U Misran qilichini o'ynatib, bir o'zi necha ming lashkar bilan qattiq elishibdi. Tang kelinmagan lashkarlar o'la tirilishiga boqmay qechishga boshlabdi. Ozmuq qechib ketayotgan lashkarlarga: "Sizlar 2 kishidan shuncha qachamsizlar? Qaytsanglar, mendan yaxshilik ko'maysizlar" deb petirab ketgan lashkarlarni o'zi boshlab yana urush echibdi. Ozmuq Chin Temur Botirga bir qancha 10 polvonlari bilan biroqli hujum qildi. Nayza qilishlarning bir-biriga urilishidan chaqmoq chaqqandek o'tlar chaqnabdi. Biroq har ikki taraf bir-birini yengolmabdi. Maxtum Sula bu holni ko'rib andishiga tushibdi. U akamga zaxmi yetmagidi. Uning meyib bo'lganidan mening yo'q bo'lganim yaxshi deb o'ylab, akasiga mundoq debdi: "Jinim aka, dushmanlar son-sanoqsiz, ham rahimsiz. Shunga siz jangdan yenim. O'lsam, men o'lay. Siz omon qiling." Shu chaqda Chin Temur Botir Maxtum Sulaga qarab: "Singlim, mendan tashvish qilma. Chin Temur deb etim bor. Menga dushman oldida bosh egish o'lim bilan tang. Sen jon jigar singlimdan ayrilmayman. Shunga jangdan yonmayman" deb jangni davomlashtiribdi. Ozmuqning lashkarlari o'lib tugashga oz qolganda, yordamga avatilgan Sanjo lashkarlari nari tortib yetib ketdi. Ular qilish nayzillarini yalang'ochlab, o'qyonlarini challab, Chin Temur Botirga qori qog'idek yepishibdi. Ozmuq fursatni g'animat bilib, Maxtum Sulani tutib elib, put qo'lini mahkam bog'lab, elib qochibdi. Chin Temur Botir qahr g'azabga to'lib, 7 kech kunduz elishib, hamma bulongchining kollasini tenidan judo qildi. Keyin qarog'idek bo'lsa, Maxtum Sula hech yerda ko'rinmabdi. Chin Temur Botir texmo g'azablanib,
arg'amoq itiga minib, cho'l jaziralarni kezib, tekis teg'ining ko'ktepa degan yeriga keldi. Kishilar danqi doston bu boturni nihoyat xushal qarshi oldi. Shuning bilan Chintumir botur u yerga joylashib qoldi. Chorvachilik qilib yurib, tezla boy bo'pti. Shundaqdimi bu mol dunyo uning ko'ziga zodi ko'rinmabdi. Butun o'y xiyoli singlisi Maxtum Suladila qopdi. Ko'zi kech-kunduz yoshdan qurimabdi. Shundaq qilib, Chintumir botur to'la yig'lab yurib, oxiri uning ikki ko'zi qorg'u bo'lib qopdi. Endi gapni Maxtum Suladan anglayli. O'zmuq sohib Jamol Maxtum Sulani qo'lga tushirgandan keyin o'rdisiga opirib 40 kech kunduz to'y o'tkazib, uni majburiy xotinlikqa oldi. Oradan necha yillar o'tib, bu bo'langchidan ikki o'g'il tug'ibdi. Shundaqdimi, u yana kech kunduz akisini ko'rishni xiyol qilib, qandoqli bo'lsin, bo'langchilarning qo'lidan qutulishning chorasini izlabdi. Kunlarning birida Maxtum Sula podshohning oldiga berib, daryo bo'yiga berib sayli qilib kelishga ijozat so'rabdi. Podshoh o'z ko'nglida: "Ha, endi ishga bolaliq bo'lg'ashqa bizga ram bo'ldi" deb o'ylab ruxsat qildi. Sanju podshohligining bir tulpori bo'lib, u tulparga podshohning o'zidan boshqa kishining minishi man'iy qilingan ekan. Maxtum Sula ana shu tulparga minib, 40 kenizak ham 40 nökarning muhofizatida daryo bo'yiga qarab yo'l oldi. Bular Ili daryosi bo'yiga kelib tushibdi. Qator-qator chedir bargohlarni tikib, har xil taomlarni pishiribdi. Sutdan qilingan sharoblarni to'lim-to'limi bilan tiklab qo'yibdi. Cho'ng ziyofat boshlanibdi. Maxtum Sula o'z qo'li bilan yog'och oyoqlarga sut ariqini to'ldirib, kenizak nökarlarga bir-birlab sunib, birdamdala hammasini mast qilib etibdi. Maxtum Sula ularning mastligidan foydalanib, chaqqonlik bilan tulparga minibdi-da, Ili daryosini kechib, u qatqa o'tib oldi. Podshoh oldida besh ketishdan qo'rqqan nökarlar darhol orqadan qo'g'lab, daryo leviga keldi. Biroq hech qaysisining eti daryoga kiramabdi. Aslida podshohning tulporidan boshqa har qanday jonivor bu daryodan uzib o'tolmaydi ekan. Amalsiz qolgan nökarlar Maxtum Sulaga qarab: "Ay Maxtum Sula, ikki bolangni yetim qilmay, kayningga yong'in. Ikki o'g'limni ep kelsanglar, yenib o'taman." Nökarlar darhol podshohning o'rdisiga berib, ikki o'g'lini elib keldi. Bu ikki o'g'lining cho'ngining eti oqar, kichikining eti cho'kar ekan. Maxtum Sula nökarlarga qarab: "Cho'ng bolamni daryoga tashlanglar. Uning puraqiga chidamay, u yoqqa o'tib qolaman" debdi. Nökarlar oqarni daryoga oqqizibdi. Biroq Maxtum Sula uningga parvo qilmabdi. Nökarlar: "Maxtum Sula kichik o'g'lini obdan ko'rdi. Shuni daryoga tashlasak, o'g'lini tutib olaman deb daryoga tushlar" deyshib, cho'karni daryoga tashlabdi. Bola shu zamon suvga g'arq bo'pti. Maxtum Sulaga bu nihoyatda ig'ir kapdi. Shundoq bo'lsa-mu, u so'yimlik akisi Chintumir botirni tepish orzusidan yonmabdi. U nökarlarga qarab: "Hey, insofsiz bo'langchilar! Sizlarga naslimni qoldirmadim. Endi muradim hosil bo'ldi" debdi-da, otni choptirib ketibdi. Bo'langchilar daryodan o'tolmay, amalsiz qaytibdi. Maxtum Sula shu yurgunicha dashtlarni kezib, tog'lardan eshib,
bir go'zal yayloqqa yetib keldi. Qarg'udek bo'lsa, nurg'un to'gilar yayrab yurgidek. Maxtumsula to'gichiladi. Bu kimning to'gilari? deb so'rabdi. To'gichilar Chintemir qarg'uning to'gillari deb javob beribdi. Bu nima bo'lib qarg'u bo'ldi? deb so'rabdi Maxtumsula. To'gichilar uning bir singlisini bulongchilar bulab ketgan ekan. Shuning da'dida to'li yig'lab qarg'u bo'lib qoldi. debdi. Maxtumsula yana U hozir qayerda? deb so'rabdi. To'gichilar qayerda ekanligini bilmaymiz debdi. Maxtumsula yana mengibdi. Bir oz mangandan keyin nurg'un yilqilar uchrabdi. Yilqichilardan so'rabdikan, ularmi shundoq javob beribdi. Yana bir oz mangandan keyin nurg'un kala, qo'y podillarini ko'ribdi. Qo'ychilardan so'rabdikan, ularmi o'xshashli javob beribdi. Oxirida Maxtumsula eng chatda mo'zay beqiyotgan bir podichi boladan Jinim ukam, Chintemir Botir hozir qayerda? Aytib bersam deb yelinib so'rabdi. Podichi bola taslikda Chintemir qarg'u hozir Oltin Arshon degan yerda debdi. Maxtumsula uningga yolvurib, Men Chintemir Botirning singlisi bo'laman. Meni akamning qishig'i boshlab borsang jinim ukam debdi. Podichi bola Podidan ayrilolmayman. Mo'zaylar yutib ketsa qandoq qilaman? deb unumabdi. Maxtumsula Undaq bo'lsa, podlaringga men qarab turay. Qo'lingga muni olmini ol. Agar Chintemir Botir so'zingga ishonmasa, olmini ko'ziga sursang, ko'zi echiladi deb qo'liga olmini beribdi. Podichi bola olmini elib yo'lga ravon bo'ldi. U berib Chintemir Botirga Maxtumsulaning xabarini aytgan ekan, Chintemir Botirning hech ishongisi kelmabdi. Shu hamon podichi bola Olmutiyorning olmisi, Maxtumsulaning xoltisi, Maxtumsula bo'lmasa, qo'ydan kelar xoltisi deb olmini Chintemir Botirning ko'ziga surkigan ekan, uning ko'zlari shu zamot echilibdi. Chintemir Botir podichi bolaga cho'ng rahmatlarni aytibdi, ham uning bilan billa Maxtumsulaning qishig'i kepti. Ak-singil qarindoshlar bir-birini ko'rib yig'lishibdi. Hol ahvol so'rab mungdishibdi. Shuningdan keyin ular xushal-xuram, tinch umr kechiribdi.